al muslimu ahul muslim. Musulmon musulmonning akasidir, ukasidir. Hiyla qiladida va sotuvchi bilan ko'proq kelishmagan bo'ladi ular va narx o'z-o'zidan ko'tarilib qoladi. O'zi olishga rag'bati yo'q. Ular shiddatlarini, bug'udlarini, nafratlarini kofirlarga ko'rsatadi. Hozirgi kunda esa musulmonlarni ko'rgani kerak bo'lsa ko'zlari yo'qda. Ammo shunday holatlarni ko'rganmizki, assalomu alaykum desangiz, yaxshimisiz deb ketib qoladi. Uni aybi nima? Namoz o'qib qo'yganligimi yoki xato namoz o'qib qo'yganligimi? Agarda xato namoz o'qiyotgan bo'lsa, unga o'rgatish kerak. Undan nafratlanishlik kerak emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafratlanmanglar deyapti. O'zimizga savol beraylik. Mana bu falonchi eng yaqin meni birodarimni qiyin holatdaligini ko'rdim, bildim, o'zi menga kelib shikoyat qildi. Mayli, unga qo'lim bilan, molim bilan yordam bera olmadim. Ammo qachon oxirgi marta ana shuni haqqiga qo'l ochib duo qildim? At-taqwa ha huna, taqvo mana bu yerda dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal 'amal as-salih wal qabul wa mutaba'at an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد. Allohning fazli bilan odoblar hadislari sharhining bugungi inshaalloh navbatdagi hasad qilishlik o'zaro va bir-birlaridan yuz o'girishlikdan qaytariq to'g'risida hadisni o'tamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday deb aytdilar dedi. La tahasadu. Sizlar o'zaro bir-biringizga hasad qilmanglar. Va la tanajashu. Sizlar o'zaro bir-biringlarga najish qilmanglar. Va la tabaghadu. Sizlar bir-biringizni yomon ko'rmanglar, bir-biringizdan nafratlanmanglar. Va la tadabaru. Bir-biringizga orqangizni qilmanglar. Va la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Sizlardan birovingiz birovni bayini ustiga bay qilmasin. Va kunu ibadallohi ikhwana. Va yana Allohga aka-ukalar bo'lgan holatda banda bo'linglar. Allohga aka-uka holda banda bo'linglar hammanglar. Al-muslimu ahul muslim. Musulmon musulmonning akasidir, ukasidir. La yazlimuhu. Unga zulm qilmaydi. Va la yakhdhuluhu. Uni yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Va la yakdhibuhu. Unga yolg'on gapirmaydi. Va la yahqiruhu. Uni haqorat qilmaydi. Ya'ni musulmon musulmonni akasidir, unga zulm qilmaydi, uni yordamsiz tashlab qo'ymaydi va unga yolg'on gapirmaydi va uni haqorat qilmaydi. At-taqwa ha huna va yushiru ila sadrihi 3 marrat. Va taqvo mana shu yerdadir deb turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z qalbiga ishora qilib turib 3 marta taqvo mana bu yerda, taqvo mana bu yerda, taqvo mana bu yerda dedi. Bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. Kishida yomonlik yo'q bo'lsa-yu, ammo u o'z musulmon birodarini haqorat qilsa, mana shuni o'zi kifoyadir dedi. Ya'ni hech qanday u kishida yomonlik yo'qki, faqatgina bir musulmon birodarini haqorat qilib qo'ysa, u insonni yomon inson bo'lib qolishi yana shuni o'zi kifoyadir dedi. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu va maluhu va irduhu. Ravahul Buxoriy va Muslim. Har bir musulmon musulmonga haromdir. Uning qoni va uning moli va uning haqqi hurmati. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda aytayaptiki, la tahasadu, bir-biringlarga hasad qilmanglar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hasad qilishdan qaytaryapti. Hasad shunday narsa ekanki, u birovda bor narsani ko'rib, uni yo'q bo'lib qolishligini xohlashlik, uni ketib qolishligini xohlashlik, mana bu hasad deyiladi. Va buni turlari ko'p. Ba'zi hasad turlari shundayki, mana bu musulmon bandadagi ne'mat yo'q bo'lib, menda paydo bo'lib qolsin deyishlik ham bu ham hasad bo'ladi. Ba'zi hasadgo'y kimsalar bor ekanki, ular aytar ekanki, ichidan umid qiladiki shuni, mana shu musulmon birodarimda mana shu bo'lmasa bo'ldi, kifoya. U menda bo'ladimi, bo'lmaydi, qizig'i yo'q. Mana shunday eng yomon turli insonlar ham bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu narsani qaytaryapti.
Ammo menga afsuslar bo'lsinki, hozirgi musulmonlarga bir-birlariga hasad qiladigan bo'lib qoldilar. Va yana hasadning turlaridan shuki, musulmon o'z birodaridagi ne'matni yo'q bo'lsa bo'ldi, mana shuni xohlab qoladi, boshqa narsa unga kerak emas. Hozirgi paytda ba'zi ahli ilmlarga hasad qiladi. Bu havas boshqa narsa. Havas birovdagi narsani menda ham bo'lsa-yu deb umid qo'yishlik. Bundan ham aslida Alloh taolo Qur'onda qaytargan. وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Alloh taolo sizlarni ba'zilari ustida fazilatli qilib qo'ygan narsalarni umid qilavermanglar. Ya'ni Alloh taolo berganiga rozi bo'linglar. Alloh taolo o'zi bilib, ilmi ila, hikmati ila buni hamma bandaga o'lchab beradi. Mana shu narsa o'zi aslida havas, ba'zi havaslar joiz. Misol uchun birovda ilmni ko'rasizda, birovda yaxshi ibodatni, yaxshi xislatini ko'rasizda, u ham menda bo'lsin deb turib umid qo'yishlik bu joiz, halol. Buni g'ibto deydi arabchasiga. Shariatda buni g'ibto deydi. Birovdagi yaxshi xislatni menda ham bo'lsa-yu deydi. Ya'ni undan ketmasligini xohlaydi. Undan ketmay qo'yaversin, ammo menda ham bo'lsin deb turib umid qiladi. Buni havas deydi. Havasning ham turlari bor. Dunyoviy narsalarda havas qilishdan Alloh taolo qaytargan. Misol uchun rizq masalasida qaniydi menda ham shu bo'lsa edi, qaniydi menda ham mana shu mol bo'lsa edi, qaniydi menda ham mana shu markab, mana shu ulov bo'lsa edi, mana bu birodarimga o'xshab menda ham bo'lsa edi deb umid qilishdan Alloh taolo qaytargan. Chunki bu ham Alloh taoloni bo'lib bergan taqsimotiga, rizq masalasidagi taqsimotiga e'tiroz bildirishga kelib qoladi. Ammo mana bu hasaddan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytaryaptiki, bu harom bo'lgan hasaddir. Birovdagi ne'matni yo'q bo'lsa bo'ldi deb qolishlik, mana bu hasad bo'ladi. Bu nechikani ko'rinmaslik. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Va la tanajashu." Sizlar bir-biringlarga najish qilmanglar. Najish bu nima desa? Najish bu bir silani, bir matoni narxini o'zi olmaydi, olishlikka rag'bati yo'q. Shuni ko'tarib qo'yadi. Misol uchun ikkita musulmon birodar bir-biri bilan baylashayotgan bo'ladi-da. Ko'pincha bu kelishilgan holatda bo'ladi. Savdolashayotgan holatda uchinchi shaxs keladi-da, kelib turib o'zi olmaydi-yu, boyaga silani narxini ko'tarib qo'yishlik maqsadida, agarda misol uchun 100 so'mdan ikkovi kelishgan bo'lsa, 100 so'mdan ikkovi kelishgan bo'lsa, shak keladi-da, oraga suqiladi-da, men 120 beraman deydi. Haligi narxi o'z-o'zidan oshib qoladi. O'zi olishlikka rag'bati yo'q. Shunda haligi mustor olishlikka ehtiyoji bor, muhtoj bo'lib turgan odam iloji yo'q, haligini olish kerak bo'lsa 120 ga olish kerak bo'lib qoladi. Mana shu narsadan bir-birlarga najish qilmanglar savdoda. Ya'ni olishga rag'bati yo'q, ammo narxni ko'tarib qo'yish uni maqsadi. Hiyla qiladi-da, boyagi sotuvchi bilan ko'proq kelishib olgan bo'ladi ular. Narxini ko'tarib qo'yadi va narx o'z-o'zidan ko'tarilib qoladi. O'zi olishga rag'bati yo'q. Mana shu narsadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi olmasanglar ham narxini ko'tarib qo'yishlikdan qaytaryapti. Va la tabaghadu, bir-birlarga bug'd qilmanglar. Bir-birlardan nafratlanmanglar deyapti. Chunki musulmonlar bir-birlariga muhabbatli bo'lish kerak. Alloh taolo Qur'onda mana buni tasdiqlab oyatda aytadiki, Muhammadur Rasululloh, Muhammad Allohning rasulidir. Sallallohu alayhi vasallam. Vallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Va bilan birgalar, kim Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgaman desa, uni yo'lidaman, uni safidaman desa, Alloh taolo nima deyapti? Ashidda'u 'alal kuffar. Ular shiddatlarini, bug'udlarini, nafratlarini kofirlarga ko'rsatadi. Kofirlarga ular shiddatlidir. Ruhama'u baynahum. Ular esa o'zaro esa ular rahmdildir bir-biriga. Ular bir-biriga rahmdildir. Bir-birlaridan nafratlanmanglar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisda qaytaryapti. Hozirgi kunda arzimagan fiqhiy masalani deb yoki bir ra'yi, bir-birlarining ra'yi, o'y fikrlari to'g'ri kelmay qolsa, musulmon bo'lsa ham u birodari shunday kechib olyapti-da. Musulmon bo'lsa ham uni haqqi hurmatini o'ylab o'tirmayapti. Bir-birini ko'rgani ko'zi yo'q. Hatto ular salomlashmaydi. Shariatimizda salomning hukmi nima dedik? Birov senga salom bersa, assalomu alaykum desa, unga va alaykum assalom deyishliging senga farz bo'ladi. Ammo shunday holatlarni ko'rganmizki, assalomu alaykum desiz, yaxshimisiz deb ketib qoladi. Bu nimasi bu? Qani musulmonni bu yerdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqqul muslimi alal muslimi sittun dedi. Musulmonning ustidagi haqqi 6 tadir dedi. Iza laqitahu fasallim alayhi. Unga yo'liqsang salom bergin dedi. Alloh taolo Qur'onda nima deyapti? Va iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Agarda sizlar salomlansanglar yoki tahiyyatlansanglar, ularga undan ham yaxshi qilib turib qaytaringlar. Kamida ularga qaytarib qo'yinglar shuni aytganini. Va alaykumussalam va rahmatulloh deylar deyapti. Yoki kamida va alaykumussalam deb qo'yinglar deyapti. Bu uni haqqi. Sizga birov salom bersa,
va alaykumussalam va rahmatulloh deyish kerak. Kamida. Ammo hozirgi kunda ularni agarda fikrlari bir joydan chiqmay qolgan bo'lsa yoki ularni o'zlari e'tiqod qiladigan narsasi boshqa bo'ladigan bo'lsa yoki ularni yo'nalishlari aytaylik yoki ularni domlalari boshqa domlalarda ta'limot olgan bo'lsa ham, ular eng qiziq ikkovi namozxon musulmon. Ikkovi ham musulmonman deydi. Ikkovi ham namozxonman deydi. Ammo bir-birini ko'rganda val-iyadu billah, vallohul musta'an salom berishmaydi-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deyapti, bir-birlaridan nafratlanmanglar deyapti. Hozirgi kunda esa musulmonlarni ko'rgani kerak bo'lsa ko'zlari yo'qda. Kofirga ana shu shiddatini qilmaydi. Yoki benamoz odamga ana shunday borib turib namozga da'vat qilmaydi. Ammo namozxonni ichidan aybini topib turib, o'zi ayb deb uni da'vo qiladi-da, o'ylaydi-da, ana shu aybini ko'rib turib, uni bo'ldi endi. Uni ko'rgani ko'zi yo'q. Undan yomon odam yo'q uni ko'zi uchun. U uchun undan yomon odam yo'q. Mana shu paytdan boshlab u odamdan nafratlana boshlaydi. Uni aybi nima? Namoz o'qib qo'yganligimi yoki xato namoz o'qib qo'yganligimi? Agarda xato namoz o'qiyotgan bo'lsa, unga o'rgatish kerak. Undan nafratlanishni kerak emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafratlanmanglar deyapti. Va la tadabaru, bir-birlariga orqalarida qilmanglar deyapti. Bir-birlarini bayq qo'ygan bo'lsa, birovingizni birov bayq qo'ygan bo'lsa, ana shu bayin ustiga bayq qilmang deyapti. Misol uchun, ikkita birodar kelishib qo'ydi, bir matoni yoki silani kelishib, ittifoq qilib, narxi kelishib bo'lishdi, ittifoq tugadi. Misol uchun 1000 so'mga kelishdi-da, 1000 so'mga oladigan bo'ldi. Uchinchi shaxs keladida, mana bu narsaga men 1200 so'm beraman, bayni buz, menga ana shu narsa kerak deb bayni buzyapti. Ya'ni bay qilinib bo'lgan narsani ustiga bay qilyapti. Mana shu narsa shariatimizda harom. Yoki ikkinchi surati, bir kishi sotyapti, 1000 so'mga sotyapti silani, ikkinchi shaxs ittifoq bo'lishdi, kelishib bo'lishdi narxni. Ammo ikkinchi sotuvchi keldida, "Kel, mana shuni 950 so'mga qilib beraman, mendan ol" deyapti. Oraga kirib turib bayni buzyapti yana. Ya'ni bay qilinib bo'lgan ustiga yana bay qilinyapti. Mana shu narsadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytaryapti. Va yana boshqa rivoyatda keladiki, birontangiz agar unashtirilib qo'ygan bo'lsa, unashtirilib qo'ygan birodaringizni unashtirilgan ayolni uyga borib turib, uni ustiga yana xitba qilmang, ya'ni unga yana ovoz solmang degan ma'noda hadis ham bor. Agarda bir musulmon yigit bir muslima qiziga uyga borib, ular unashtirilib qo'ygan bo'lsa, uchinchi shaxs oraga kirib turib, unashtirilgandan keyin yana unga so'q jo'nashlik harom. Xuddi shunga o'xshab. Boshqa rivoyatda mana shu hadis, mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu qaytarlar ham keladi. Va yana aytayaptiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunu ibadallohi ikhwana. Alloh taologa aka-uka holda banda bo'linglar. Alloh taologa bir-birlarini aka-uka tutingan holatda, birodar holatda banda bo'linglar. Alloh taologa qulchilikni aka-uka bo'lgan holatda, muhabbatli holatda, bitta safda hammalar qul bo'linglar, Alloh taologa teng qul bo'linglar deyapti. Va yana buni Alloh taoloning oyati Hujurat surasidagi Alloh taoloning mana bu oyat tasdiqlaydiki, innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar birodarlardir, aka-ukalardir bir-birlariga. Kimda kim ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deydigan bo'lsa, Allohdan haq o'zga iloh yo'q, Muhammad sallallohu alayhi vasallam uni rasuli deydigan bo'lsa, bo'ldi, u biz birodarimiz. U siz birodaringiz u. Bo'ldi, endi uni siz yomon ko'rishligingiz, uni haqorat qilishligingiz, uni kamsitishligingiz sizga endi mutlaqo harom bo'ladi. Va yana mana bu hadisning davomida aytayaptiki, al-muslimu akhul muslim. Musulmon musulmonning akasidir. Musulmon musulmonning ukasidir deyapti. La yazlimuhu, unga zulm qilmaydi. Zulm qilib qo'yarmaydi. Akamsan, ukamsan deb turib kigizib qo'yarmaydi. Akamsan deb turib otib qo'yarmaydi. Akamsan deb turib unga zulm qilib qo'yarmaydi orqasidan. Va la yakhduluhu, uni tashab qo'ymaydi endi. Og'ir holatlarida yoki yordamga muhtoj bo'lib turgan holatda uni yakka tashab qo'ymaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam go'yo mana shu narsalarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelajagida nima bo'lishimizni bilgandek, al-muslimu la yakhduluhu, o'z birodarini yordamsiz qiyin ahvolda tashab qo'ymaydi, yordam beradi, qo'ldan kelgancha yordam qiladi. Kamida qo'ldan duo kelayotgan bo'lsa, duo qiladi. Ammo subhanalloh, hozirgi kunimizda hatto duoga musulmon kishining o'zi eng kuchli narsasi, bu eng kuchli salohi, eng kuchli quroli bu nima? Duo. Eng oson narsa bu. Ammo bu tavfiq masalasi ekanda bu ham. Alloh taolo muvaffaq qilmasa qiyin ekan. Alloh taolo tavfiq bermaydigan bo'lsa, qo'lingizni ko'tarib turib duo qilish ham bu katta ne'mat ekan. Musulmonlar shu narsaga ham yaramay qoldiki, o'z musulmon birodarlar yordamga muhtoj bo'lib turgan paytda
hatto qo'lini ochib duo qilib qo'yishlikka yaramaydi-da. O'zimizga savol beraylik. Qachon bir qiynalayotgan musulmon birodarimni uzoqda eslamaylik, uzoqlarda eslamaylik, yaqin atrofimizdagi birodarlarni eslaylik. Mana bu falonchi eng yaqin meni birodarimni qiyin holatdaligini ko'rdim, bildim, o'zi menga kelib shikoyat qildi. Mayli, unga qo'lim bilan, molim bilan yordam bera olmadim, ammo qachon oxirgi marta ana shuni haqqiga qo'l ochib duo qildim. Mana shu birodarim, Allohim o'zing isloh qilgin ishlarini o'zing yuritgin. Mana bu boshidagi musibatni o'zing ko'tarib qo'ygin, o'zing yordam bergin deb turib qachon oxirgi marta duo qildik? Eslay olamizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Va la yakhduluhu", uni yordamsiz tashlab qo'ymaydi deyapti. Mana shu duo ham unga yordam berishi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadis mazmunida aytadiki, qaysi bir musulmon banda o'z musulmon birodariga, akasiga yoki ukasiga g'oibona duo qilar ekan, farishtalar unga o'zingga ham mislishalik deb turib duo qilib turadi. Shuning uchun salaf solihlar aytadi ekanda, solih bandalar aytardi ekan, agarda men o'zimga biror bir ne'matni so'ramoqchi bo'lsam Robbimdan, birinchi bo'lib turib eng yaxshi birodarimga qo'l ochib duo qilardim ekanda. Robbim mana shunga bergin deb duo qilardim, ortidan ko'p o'tmasdan bir zumda o'zim ana shu narsalarni rizqalardim ekan. Qaranglar duoni fazilatini. Va in Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Va la yakzibuhu", aldamaydi. O'z musulmon birodarini aldamaydi. Agarda musulmonman desak, musulmon birodarlarimizni aldamaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmon bandani, musulmon kishini tasvirlayotgan paytda, sifatlayotgan paytda u o'z musulmon birodariga yolg'on gapirmaydi. Hozirgi kunda bizga eng oson bo'lib qolgan narsa, o'ylanib ham o'tirmaymiz, ikkilanib ham o'tirmaymiz. Qalbimiz jizam deb qo'ymaydi. Shunday aldab qo'yamiz-da. Shunday ko'zini nimni ichigani sehrlab qo'yamiz-da. Oddiy bo'lib qolgan. Shunday ko'ziga qarab turib aldab qo'yaveramiz. Musulmon bandani, musulmon birodarini aldamaydi. U musulmon birodari sizga ko'ziga qarab, sizdan umid qilib turadi, yaxshilikni umid qilib turadi, sizdan yaxshilikni kutib turadi. Sizdan umid bilan kutayotgan paytda u ko'ziga qarab turib yolg'on gapirib qo'yishligingiz, u musulmon birodaringizga nisbatan eng qattiq behurmatlik bo'ladi-da. Unga siz eng muomalani yomonini qilgan bo'lasiz, zulmni eng kattasini qilgan bo'lasiz. Qachonki siz o'z musulmon birodaringizga qarab turib yolg'on gapiradigan bo'lsangiz. Va la yahqiruhu. Musulmon o'z musulmon birodarini haqoratlamaydi. Hozirgi kunimizda, hozirgi hayotimizda oddiy gap bo'lib qoldi, oddiy holat bo'lib qoldi. Hazlashatib ham haqoratlab qo'yaveramiz. Maqtamoqchi bo'lsak ham haqoratlab turib maqtaymiz. Yaqin birodarlarimiz so'kinib gapiramiz, haqoratlab gapiramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, musulmon o'z musulmon birodarini haqorat qilmaydi. Mayli, endi bu hazil tarzda uni ko'ngli sinmas. Ammo hozirgi paytlarda agarda jichcha narsada tortishib qoladigan bo'lsa, gapda tortishib qoladigan bo'lsa, tezda unga tajovuz qiladi, shaxsiyatiga tajovuz qila boshlaydi. Agarda fiqhiy masalada tortishib qolsa ham, tezda uni shaxsiyatiga o'tib haqorat qila boshlaydi. Haqorat qilishlik bu degani uni obro'sini, sha'nini to'kishlik degani. Va yana hadis davomida nima deyapti? Al-muslimu alal muslimi haramun damuhu va maluhu va irduhu. Uning qoni, moli harom bo'lgandek, uni sha'ni, haqqi, hurmati, uni obro'si haromdir deyapti. Siz har bir haqorat qilsangiz uni obro'sidan to'kaverasiz. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu gaplarni aytib turib, taqvo mana bu yerda deb turib, qalbiga 3 marta taqvo mana bu yerda, taqvo mana bu yerda, taqvo mana bu yerda deb turib ishora qildilar. So'ngra aytdiki, agarda kishida biror bir yomonlik yo'q bo'lsa, ammo u o'z birodariga haqorat qiladigan bo'lsa, ana shu yomonlik bo'lib o'zi hisoblanadi. Yetarli yomonlik ana shu deb turib, haqorat qilishlikda yetarli yomonlik bandaga deb turib tasvirladi. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, musulmonga haromdir, uning qoni va moli va sha'ni va obro'si dedi. Xo'p, endi hasadning turlari, hasadning sabablari, qachon hasad bo'lishlikka nimalar sabab bo'ladi? Inson hasad qilishligiga nimalar undaydi? Birinchisi adovat ekan. Al-adawa, birinchisi bir-biriga bo'lgan adovati. Agarda musulmon bir banda o'z musulmon bir birodariga adovati bo'lsagina hasad qilagan. Bo'lmasa hasad qilib o'tirmaykan. Balki u ne'matlansa, u xursand bo'ladi agarda orasida adovat yo'q bo'lsa. Unda orasida adovat borki, unga hasad qilyapti. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi, u qo'rqar ekan, agarda boshqa bir birodarim ne'matlanib, mendan o'zib ketib qolishidan qo'rqib turib, mana shu narsadan qo'rqqanidan hasad qilar ekan. Ya'ni mendan o'tib ketib qolmasin deb turib
hasad qilar ekan. Bir kishi aytib beradi, men uy qurmoqchi bo'ldim, so'ngra bir dual qo'shnimdan so'radim, uy quraveraymi, uyim eskirib ketdi. Deyodi, necha metr qilasiz dedi. Faloncha metr qilaman deyodi, yo'q qilmayman dedi. Nimaga unaqa qilmayman deyodi. Chunki unaqa qiladigan bo'lsangiz mendan o'tib ketib qolasiz ekan dedi. Men endi sizga yetishim kerak bo'lib qoladi, yana pul sarflashim kerak bo'lib qoladi. Chunki men chiday olmaymanki, agarda siz tomingiz meni tomimdan baland tursa, men shunaqa tabiatli odamman, ochiqni aytib qo'yay siz betingizga, men chiday olmayman bunga degan ekan. Ya'ni mana shuni narsa ham sabab bo'lar ekan hasad paydo bo'lishligiga. Ya'ni mendan o'zib ketib qolmasin, mol dunyo yo'lida bu. Qani endi mana shu shariat yoki ilm talabi yo'lida yoki yaxshilik yo'lida bo'lsa, buni havas deb qo'yardik. Ammo mol dunyo yo'lida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlagan pashshani qanotchalik qadri yo'q bo'lgan mal'un dunyoni deb musulmon birodariga hasad qilishlik bu eng pastkashli narsa bo'lar ekanda. Val iyadu billah. Ikkinchisi mana shu ekan. Uchinchisi hubbur riyasa. Raislikni, ya'ni boshliqlikni yaxshi ko'rishlik ham mana shunga olib kelar ekan. Ya'ni har bir jamiyatda yoki har bir jamoada bir odam komandoychi deb qo'yadi-yu, raislik qilishni yaxshi ko'radi, yo'l boshlovchilik qilishni yaxshi ko'radi doimo. Ya'ni ashitda kurukda ana shu jamoada meni gapim birinchi gap darajali gap bo'lsin deydigan odamgina hasad qilagan. Jamoasining ichida birortasi ne'matlanib qolsa, ilm borasidami yoki dunyo borasidami, qaysi borada u ne'matlanib qolsa, u raislik, ya'ni mendan o'tib mana shunga o'tib qolmasin deb turib, u achchig'i kelar. Mana shu hasadni kelib chiqish sabablari ekan. Mana shu narsalar odamda bo'lsa, u inson hasad qo'yishi mumkin ekan. Endi hasadning alomatlari nima desa, tamanni zavali ni'mati anil g'ayr. Aytganimizdek, boshqadagi ne'matlarni ketishni xohlab turadigan odam u hasadgo'y odam deyiladi. Kim hamisha bir musulmon birodari, kofirlarni qo'ying, kofirlar ne'matlansa, unga hasadlansangiz bo'laveradi. Chunki kofirlar o'zi ketib qolsa, biz ustimizdan zolim hukmronlik qo'yishi mumkin, ustimizdan xo'jayinchilik qo'yishi mumkin, bizga zulm yetkazib qo'yishi mumkin turib, xavf-sirasiz bo'laveradi. Ammo musulmon birodari ne'matlanadigan bo'lsa, rivojlanadigan bo'lsa, uni ko'rinmaslik boshlansa, u ne'matlarni ketishligini xohlab qolsa, mana shu odam demak hasad qilayotgan bo'ladi. Shak shubhasiz, boshqa unga oqlov yo'q. Ya'ni boshqa narsani ko'zlab gapirayotgandir-da deyishlikka hojat yo'q. Modomiki musulmondagi ne'matni ketishni xohlayaptimi? Ba'zi aytadi-da, "Mana bola mashalloh manaqa narsani boshlabdi" desa, uni boshlamay qo'yirmabdi, o'ziga muammo orttirib olibdi, bekor qilibdi deya boshlayotgan bo'lsa, biz o'ylaymiz endi balki yaxshi tomonini o'ylab gapirayotgandir birodarini deymiz. Ammo u modomiki undagi narsani ketishni xohlayaptimi? Qilmasin, u xayriya ish qilmasin deb turib gap boshlayaptimi? Demak, u musulmon birodaridagi ne'matni ketishni xohlayapti. Bu hasad deyilar ekan, ochiq-ochiq. Bunga oqlov kerak yo'q ekan. Va yana ikkinchi alomati, annal hasid yuhibbu daiman an yukhfiya fadaila ghayrihi. Hasadgo'y doimo o'ziga shaxsdagi yaxshiliklarni yashirishni yaxshi ko'rar ekan doim. Musulmon banda aslida o'z musulmon birodarining yaxshi sifatlarini aytib turish kerak doim. Uni hurmatini ko'tarib turish kerak doim. O'zini betiga maqtamasa ham, yo'qligida uni bu birodarimiz manaqa yaxshi xislatlari bor, doimo yaxshi narsalarni ko'ra biladi. Ya'ni musulmon banda qolgan musulmonlardagi kamchiliklarni ko'rmaydi, ko'z yumib qo'yadi-da, undagi foydalarini, undagi yaxshi xislatlarni ko'rish kerak aslida. Mana shunga buyurilganmiz. Ammo hasadchi nima qilagan desa, doimo ana shunaqa yaxshi xislatlarni yashirar ekan. Misol uchun, bir 3 tasi bitta birodarini yo'qligi paytida maqtashyapti. U birodarimiz mashalloh doimo jamoatlarga mahkam desa, ikkinchi shaxs aytadiki, to'g'ri, lekin u yolg'on gapirib turadi-da, yomon narsasi zikr qilyapti. Ya'ni yaxshi narsasini bekityapti. Demak, bu yerda u ayni hasad qilyapti bu. Bunga oqlov yo'q. Buni kamchiligini aytishda bir foyda bor, balki mana shu kamchiligini eshitib turib biz foydalan unga nasihat qilarimiz deyishlikka o'rin yo'q. Aytamizki, sen hasad qilyapsan, bu gapingni gapirmagin deymiz. Chunki bu yerda yaxshi fazilatni u yashira boshlayapti. Ikkinchi alomati nima ekan? Qolganlarni fazilatlarini doimo yashiradi. Mana bu ham hasadchi. Endi hasadchini hasadidan biz qanday saqlanamiz? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam albatta ko'z tegishlik haqdir dedi. Odamlarga ko'z tegib qolishlik bor narsa bu. Hasadchini hasadi sizga ta'sir qilishligi Allohning izni bilan bu bor narsa. Shulardan biz qanday saqlanamiz desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu narsalarga buyurganki, hamisha biz Alloh taolodan panoh so'rab yurishimiz kerak. Va min sharri hasidin idha hasad. Va hasadchini hasadini yomonligidan agarda u hasad qiladigan bo'lsa,
panoh so'rayman. Qul a'udhu bi robbil falaq. Ha? Tongning, subhning, tongning robbisi, falaqning robbisidan men panoh so'rayman deb turib ayting ey Muhammad alayhisalom. Turib Falaq surasida Alloh taolo buyuryapti. Va min sharri hasidin iza hasad degan ichida oyat ham bor. Va hasadchini hasadini yomonligidan ham panoh so'rayman deyishlikka Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo buyuryapti. Demak, har birimiz biz mana shunday ko'z tegishlardan, hasadchilarning hasadidan o'zimizni Alloh taolodan panoh so'rab saqlab yurishligini so'rashimiz kerak ekan. Buni yo'li qanday desa sunnatda keladiki, ertamanda bomdoddan keyin to quyosh chiqqunga davr, asrdan keyin to quyosh botgunga davr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxiridagi 3 ta surani 3 martadan o'qib yurardilar. Oyatul kursiga qo'shib. Mana shu ham ko'z tegishlarni, sehrlarni, ayniqsa hasadchilarning hasadlaridan Alloh taolaning izni bilan sizni muhofaza qilib saqlab yuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir-birlariga orqasini qilib, bir-birlariga orqalarni qilmanglar deb turib hadisda qaytardi. Buni ma'nosi qanday? Buni qanday tushunamiz? Buni suratlardan bittasi, bima'na masalan an tajlisa va tukhalli an-nasa wara'ak. Bir jamoa o'tirtida, siz ularga orqangizga qo'yib turib o'tirishligingiz ham bu ham mana shu hadisga tushib qoladi. Mana shu majlisda siz ularga orqangizga qo'yib turib, jamoaga orqangizga qo'yib turib o'tirishligingizdan bu ham qaytarilgan. Mana shu hadis kelib qoladi. Bu bir suratlaridan. Va yana va minal mudabarati aydan al-muqata'atu fil kalam hayna yatakallam akhuka ma'ak. Va yana eng asosiysi bizda ko'p uchraydigan holatlardan senga o'z musulmon birodaring gapirayotgan paytda uni gapini bo'lishliging. Gapini tugatmasdan unga qaychi gapirib, gapini to'xtatib qo'yishlik ham bu ham unga orqasini qilishlikka kirib qolagan. Ya'ni uni gapini eshitmasdan o'chirib qo'ydingiz uni. Mana shu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana orqalarni qilmanglar bir-birlarga degan hadisga tushib qolagan. Ma'nosi shunday ekan. Va yana أو إذا تكلم وليت وخليته yoki agar u gapirayotgan bo'lsa, shat teskari qarab olishlik. Bizda bo'ladi-yu, bir odam o'z birodariga yoki do'stiga gapirib oladi-da, haliginga navbat kelgan paytda orqasini qilib oladi. Haligining gapini oxirigacha eshitmasdan. U seni gapingni eshitdimi? Endi sen ham uni gapini oxirigacha tingla. Bo'lmasa mana bu hadisga tushib qolasan. Mana bu shar'an haromdir. Musulmon birodariga gapirayotgan paytda orqasini qilib olishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shundan qaytargan. Mana bu hadisdan olinadigan foydalar an-nahyu anil hasad va an-nahyu lit-tahrim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasaddan qaytardi. Bu hasad makruh emas yoki muboh emas. Buni hukmi shunday qaytariqki, harom tarzda qaytardi. Ya'ni kimda kim hasad qilsa, u harom amal qilayotgan bo'ladi. Bu qalbda bo'ladi, deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam at-taqwa ha huna taqwa, mana shulardan taqvo qilishlik, saqlanishlik, Allohdan qo'rqishlik mana shular to'g'risida qalbdagina bo'ladi. Ya'ni qalbdangina hasad qilmagin deyapti-da. Qalbdangina hasad qilmagin deyapti. Va yana tahrimut tadabur. Mana bu hadisdan olinadigan foydalar, demak, birodarlar gapirayotgan paytda ularga orqasini qilib olishlikdan qaytaryapti. Mana shu ham foyda bo'ladi. Li'anna hada ziddul ukhuwati al-imaniyya. Chunki bu iymon yo'lidagi ukhuvatni ziddiyatidir deyapti. Iymoniy ukhuvatni bu ziddiyatidir deyapti. Tahrimul bay'i ala al-bay'i va mithluhu ash-shira' ala shira'ihi wal khitbatu ala khitbatihi. Aytganimizdek, bayn ustiga kelishilib bo'lgan bayn ustiga bay qilmaysan yoki sotmaysan yoki sotib olmaysan yoki bo'lib qo'yilgan qizga sovchi solmaysan. Mana shu narsa ham foyda olinadi. Va yana mana shu hadisdagi barcha qaytariqlarni, barcha buyruqlarni, barcha xabarlarni xulosasi shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisni Alloh taoloning Muhammadur Rasululloh vallazina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujjada degan oyatda tasdiqlaydi. Xulosasi mana shu oyatdan olinsa ham bo'laveradi. Alloh taolo aytgandek, Muhammadur Rasululloh, ya'ni Muhammadur Rasululloh bilan birgalar, ular o'zaro kofirlarga ular shiddatlidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir mushrik elchisi kelib turib, Makkadan bir mushrik elchi keladi-da, shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir ishga rosa yalinadi-da, unatishga harakat qiladi. Rasululloh mahkam turib oladi, unamaydi-da. Shunda arablarning odatida unamayotgan odamni soqolidan silab turib, endi uni hurmat qilgan, ya'ni eritmoqchi bo'lib turib, soqolidan silab turib, uni eritardi. Ya'ni u paytda odatlaridan, hozir ham bor arablarda, unamayotgan bo'lsa, soqolini silab turib, keyin unaqa qilmay, uni hurmat qilish darajasi ham. Shunaqa qilmoqchi bo'ladi boyagi mushrik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning soqollaridan ushlab, silamoqchi bo'lib turib, qo'lini cho'zganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldidagi sahobalari haligini qo'lini urib tushirib qo'yishadi-da. Qo'lingni tort,
Rasulullohga yaqinlashmagin sen mushriksan, sen najassan deb turib, oldidagi ikkita sahobiy boyagi mushrikning qo'lini tushirib qo'yadi. Qo'l yetib bormasdan turib hali. Ya'ni juda ham zukkoli bilan, juda ham ehtimom bilan, juda ham e'tiborli bilan kuzatib turishgan bo'ladi-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib turishgan bo'ladi. Ya'ni go'yo aytadiki, biz oldidagi sahobalar unaqa qilmay ekan, sen kim bo'lib qolsan, ey mushrik, qo'lingni tushir deb turib qo'lini tushirib qo'yadi. Ammo endi Umar roziyallohu anhuning islom keltirishini qarasangiz. Umar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga islom keltirgani kelganda, u hali mushrik edi. Shunda Hamza roziyallohu anhu, ey Allohning dushmani deb turib bo'ynidan bo'g'izladi. Sen hali Muhammad sollallohu alayhi vasallamga bizning payg'ambarimiz ziyon keltirmoqchi bo'lib turib, o'zing bostirib kelibsan biz oldimizga degan yoq turib, yoqasidan ushlab bo'g'izlaganda, men u uchun kelmadim, boshqa narsaga keldim turib, shahodat keltirishligi bilan uni Hamza nima qilyapti? Axi deyapti-da, birodarim deb turib uni quchoqlaydi. Bir zumda o'zgaradi. Vallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Muhammad alayhisalom bilan birgaman deganlar, ular birgalar. Ular kofirlarga shiddatlidir. Ruhama'u baynahum. Ular endi o'zaro esa ular mehribondir. Birodarimsan deb turib Hamza Umarni quchoqlaydi radhiyallohu anhum. Shuning uchun hozirgi biz jamiyatimizda yolg'on, bir-birini haqorat qilishlik, bir-biridan yuz o'girishlik, bir-biridan nafratlanishlik, bular ko'payib ketgan. To'g'ri aytamiz, bu johillikdan deymiz. Ya'ni johillikdan qilyapti buni turib ularga uzr beraveramiz. Ammo Alloh taoloning oyati bor bu yerda. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Alloh taoloning zikri uchun iymon keltirganlarni qalbi qo'rqish payti kelmadimi? Ya'ni taqvo qiladigan payt qachon keladi unda? Endi johillik bilan qilyapti-da, johillik bilan qilyapti deyorsak, qachon Alloh taologa taqvo qilishlik payti keladi? O'lganimizdami? Qachon biz iymonni lazzatini totib o'tamiz desa, qachonki shariatga Alloh taolo buyurgandek va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurgandek qo'limizdan kelgancha amal qiladigan bo'lsak, lekin biz bu iymon lazzatini totamiz. Bo'lmasam ko'z yumib qo'yadigan bo'lsak, eslatmaydigan bo'lsak, amr ma'ruf nahiy munkar qilmaydigan bo'lsak, biz iymon lazzatini totmasdan o'tib qolamiz ekan. Hada vallohu a'lam va sallallohu vasallam ala nabiyyina Muhammad. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.